Güçlük talablar bo'yicha xamirliq chashma go'shtlarni yana bir qatim yolladim tuqqanlarim, lekin o'tgankiga azariq yeri o'xshamaydi-chimi, bo'pmi o'zlarini xo'sh qildigan yeri va oxirgacha ko'rib yurak bir qo'ysa sevimli tuqqanlarim. Aldimala Elnuri yeshil o'chimidagi oshxona uniga azariq xamir turish 3-4 gram tuz, andi muvofiq suv qo'yib yumshag'ara xamir jug'urib olamiz. Andi qiymasini tangshaymiz, tuqqanlar qiymaga qo'y go'shti, kal go'sht ishlasak bo'laverdi. Aka buniga muvofiq tuz soldim. Andi hardan bag'niki qarmushidi bir bal qo'shqilliq apiqib yana oshirib qoldim-chi, bu nimishqa sababini hammalar bilketlarga deyman fikr ayonga yozib qo'yib baqsira tuqqanlarim. Andi zirma hargiz kan bu qamg'ayjimot qala tami bek peyzi chiqadi. Aka buningga xojo meydi bir qo'shiqcha tami tabasak issiqmi kelmaydi ham alayda tam qo'shidi-chi. Tuzini bir aqur tetib eqib aka xamirimizni ishlaymiz tuqqanlar. Odatda yarim bo'ldirsak bo'ldi-chi, tuqqanlar xamirni bek bo'ldiravatmaydi. Andi o'tganda men 2-8-kuni yo'llagan go'shtdan boshlab nepes yechib olgandiki quyruq may surkiga emas, nurg'un do'stlar so'rabdikan shu vaqtda. Biz quyruq may yamas to'q balik may ishlasakmi bo'lamdi deb. Bugun men ishlatganim bo'lsa, Elnuri shirkatimiz Ispaniyada import qilgan tunji siqim 100% sap zaytun mayya tuqqanlar. Buni biz yoqtirmaydigan g'ayri puroq yo'qibli qamay nimil tamoq qilsa shunchalik mizlik buni hammalar billah lazimlar do'yin do'kon kirib setib olsa bo'ldi-jim kirasa haqsiz holatda hech kim yo'q bahada tasha qo'ydi men. Ammo Allohda yapmim qilganki tunogaki yapmi shu emas misal bu kit qoldi xamirimjimi shunaqa bo'lsin buni zo'rlab yeyib qiymini ab ishiga mashlab. Aka non holatga akib olgandiki ustini amdonaroq basaverimiz tuqqanlar bo'lmiz o'tirsa bak ko'p kit qoldi-jim. Lesni maylab andi go'shtlarni solamiz, yurak vermagalar cho'qqim yuraklarni birimiz, andi ustiga tuxum sirg'imalab kunjitlarni sipib, aka qizitib olgan ko'shani ustini 180 gradusga tashib yarim soat qizdirsaqli bo'ldi deya gap tuqqanlarim. Bugungi go'shtlarningki xamir bakarak va kitib simiz o'qaganda hisob qilmaganda rangi, ta'mi o'tgan kelimi bak o'xshab ketijimi tuqqanlar. Mehmonlarga balakchil harakatda o'zlarini cho'qim sinab qilsizlar.